keyingi bosqichda tushishi mumkin bo'lgan jamoa bo'lganiga A ga ketmadi-da, J ga ketdi. Ular orasiga Fransiya kiradigan bo'layapti. Endi Angliya bilan Portugaliya qolyapti. Okey. Portugaliya. Argentina bilan yonma-yon. Qarab ko'rish kerak. Qaysi bosqichda ular uchrashishi mumkin? Portugaliya va Argentina. Va tabiiyki Angliya o'z bitta guruh qoldi. L guruhi. Rio, sening Angliyang demoqda. Tom Brady. Thomas Tuchel ayni vaqtda Angliya terma jamoasi rekord tempda olib ketyapti. Yutqizish yoki durang yo'lda turishdan gol o'tkazmasdan saralashni yakunladi. Va mana Casillasning birinchi fikrlari. Timur aka, o'zimizning afsona Timur Kapadzedan qisqacha. Timur aka, siz jahon chempionati saralash bosqichida Afrikada play-offga qur'a tashlab keldingiz. Qanaqa o'tdi jarayon? Siz Rioga o'xshab hayajonlanmadingizmi? Albatta hayajon bo'ldi. Tim bo'li ingliz tilida chiqish qilish kerak edi. Endi birinchi marta ishtirok qilganingizdan keyin baribir o'ziga yarasha hayajon bo'ladi, lekin repetitsiya bo'ldi. O'sha bir kun oldin bir-ikki marta o'sha chiqishlarda imitirovat qildik. Qanaqa chiqiladi, qanaqa ushiladi, nimalarga kimga tushishini ish qilib oldin aytishmadi. O'sha repetitsiyalar bo'ldi. Taxminiy keyinchalik unaqa bo'lmadi. Navbatda hamma o'sha protsess o'tildi. O'shaning uchun o'sha kuni hammasi oson ketdi. Hayajon bo'ladi, odam yo'qligida qildik, lekin keyinchalik o'sha odam o'shda bo'lganda qildik. Menimcha yaxshi o'tdi. Biz ham kuzatdik, yaxshi o'tdi. Siz ham o'z vazifangizni a'lo darajada bajardingiz. Men uchun ham tajriba bo'ldi. Navbat ikkinchi savatga. Har doim murakkab raqib hisoblanadigan Xorvatiya. O'tgan mundialda ham yomon o'tkazmadi. Va ularning 3-o'rin uchun raqobatdagi raqibi Marokash, Kolumbiya. Luis Diaz hozir endi asosiy figura u yerda. Urugvay yaqindagina Urugvayga qarshi o'rtoqlik uchrashuvini o'tkazdik. Shveysariya Yevropaning qattiq o'rta meyonalaridan doimiy ikkinchi savat. Bu esa bizning qit'adoshlar Yaponiya. Senegal. Vaqti bilan bu yerdan ham yulduzlar yetishib chiqadi, lekin asosan bir tekisda jamoa va eski do'stlar, qadrdonlar va o'sha gol Eron. Alamli gol bizni g'alabadan mahrum qilgan. Janubiy Koreya ham ikkinchi savatdan joy oldi. Ekvador surpriz qilishi mumkin bo'lgan jamoalardan. Avstriya biroz qiyinchilik bilan, lekin yo'llamani baribir yakunda o'z qo'lida saqlab qoldi. Kuchli raqobatda Bosniya bilan. Avstraliya hozirda oldingidek yulduzlar ko'p bo'lmasa ham, lekin an'analarga ega bo'lgan
jamoa. Aslida Okeaniya hozirda Osiyoda ishtirok etadi. Va mana ularning joylashuvini ham ko'ryapmiz. Kimlardir 3-chi, kimlardir 4-chi o'rinda, kimlardir 2-chi o'rinda. Va shu yerda Yevropadan kimdir tushishi mumkin. Yevropaliklar tushishi mumkin ekanligini ham eslatib o'tishdi. Shakil O'Nil o'z zimmasiga oldi bu jarayonni. Ikkinchi savatni. Xo'sh. Koreya, Meksika 11-marotaba ishtirok etyapti ekan mundialda. Janubiy Koreya va Meksika bilan bitta guruhdan joy olmoqda. Bo'ldi, aniq, biz guruhga tusha olmaymiz biz. Ochilish o'yinida Koreya bu guruhga tusha olmaymiz. Bo'ldi. Meksikani unutamiz, ochilish o'yinida qatnashmaymiz. Chunki Osiyo komandasi bor. Ha. Shveysariya, Kanada bilan. B guruhi. Yakin Muratmidi yo narigisimidi? Bu ukasida. Muroti shekilli. C guruhi. Marokash, Braziliya, Marokash. Shu guruhga tushib qolmasak bo'ldi. Yarim finalgacha yetib kelgan Afrika qit'asining yagona vakili Marokash. Afrika qit'asida eng yuqori natija qayd etgan, aynan so'nggi mundialda ular ko'plab sensatsiyalarni amalga oshirishgan edi. Va Braziliyaga jiddiy bosh og'riq bo'ladi. Hozir zo'r avlodi yetishib chiqdi, ustak Marokashda. Top chempionatlarda o'ynaydigan yulduzlari bor, top klublarda o'ynaydigan. O'lim guruhiga da'vogar. Braziliya, Marokash. C guruhi ya'ni. D. Avstraliya. AQSh, Avstraliya. Shakil O'Nil ancha yordam berdi. Ikkinchi savatda nisbatan osonroq deyilayotganda Avstraliya. Pochettino emotsiyasiz kuzatyapti. Bu ham terma jamoalar tajribasiga ega bo'lyapti, asosan klublarda ishlardi. Ekvador, Germaniya, Ekvador. So'nggi mundialda Germaniya yaqqol favorit deb aytilgan bir pallada katta qiyinchiliklarga uchragandi va shu Ekvador ham bosh og'riq bo'ladi menimcha bu Germaniyaga. So'nggi mundialda Yaponiya qiynab qo'ygandi Germaniyani, esimizda. Yaponiya, Niderlandiya. Yaponiya har bir turnirda guruhda raqiblariga muammo tug'diradi. Yaponlarni bilamiz, jangchilar barqaror jamoa, masalan, o'z darajasidan juda pasaytirib yubormaydi o'yinni. Mana endi Belgiyaning raqibi J guruhida. Eron. Kurashadi Eron. Timur aka, nima deysiz? Belgiya, Eron. Yo'q. Ispaniya, Fransiyalar, Argentinlar qolib ketdi bu. Demak, bizga Belgiya tushmaydi. O'sha aytayapman. Hozir o'lim guruhlari paydo bo'lishni boshlar ekan. Oxirida ekan ular. Qarang, Belgiya, Niderlandiya bizga tushmaydi va Meksika. Koreya, Avstraliya, Amerika Qo'shma Shtatlari. Yaponiya, Iran ketdi. Urugvay, Ispaniya bilan. Urugvay, Fransiya.
Ha, Ispaniya. Ispaniya. Wow. boshlanadi. O'zi deyarli oxirgi guruhlar o'lim guruhiga aylanish potensiali yuqori. Kolumbiya ham bor, Xorvatiya bor, Avstriya. Shakil O'Nil hammasiga sababchi. Ha, do'stlar. Ispaniya, Urugvay, Braziliya, Marokash hozircha da'vogar o'lim guruhiga. Senegal, Fransiya. Senegal bilan. Fransiyaga Afrika jamoasi tushishi kerak edi. Bir xil. Ha, o'yin uslubi o'xshash. Ayrim senegalliklar Senegalga qarshi o'ynashar ekan. Ha. Va birinchi o'yin Fransiya-Senegal bo'ladi bu guruhda. Argentinaning raqibini bilib olamiz hozir. Xorvatiya yoki Avstriya bo'ladi, chunki Kolumbiya tusha olmaydi. Avstriya, Argentinaga. Yo'q, Avstriya hozirgi holatida to'g'ri, baribir Argentina favorit bo'ladi, lekin bosh og'riq bo'lishi mumkin. Rangnik juda zo'r jamoa shakllantirgan. O'zi yoshlari ham mana finalgacha yetib bordi-ku, bejizga emas. Futbol ancha rivojlandi Avstriyada. Avtobus qo'yarmi? Yo'q, aksincha, Hujumkor o'ynaydi. hujumkor, ancha hujumkor. Xo'p, Portugaliyaning raqibini ham bilib olamiz. O'sha gegen pressing asoschisi bo'lganligi uchun Avstriya bosh murabbiyi. Kolumbiya. Wow. Ha, Jiddiy jamoa. hozircha H bilan K guruhi ancha murakkab. C guruhi ham bor. C ham bor, ha. Va Angliyaga Xorvatiya tushar ekan. Angliya, Xorvatiya. Ko'rgandik bularning o'zaro to'qnashuvini. Ha, jahon chempionatlaridan Yarim finalda chiqarib yuborgandi Angliyani. plus jahon chempionati saralashida ham chiqarib yuborgan. Ha. Lekin hozirgi Thomas Tuchel jamoasi ancha kuchli. Xorvatiyani esa oltin avlodi ortda qoldi. Modrichlar 40 yoshli Modrichlarga hali ham tayanyapti. Mana do'stlar, ikkitadan jamoalar aniqlandi guruhlarda. Shakilga rahmat. Bizning jamoani qaysi yulduz hal qilar ekan, qaysi guruhda o'ynashni. Shu narsasi qiziq. Hondamidi? Kim? Keisuke Hondami shu emasmi? Yo'q, bu Honda emas-ku. Himoyachi. Centralniy защитник. Oti ham. Ha, hozir meni ham xayolimdan ko'tarildi. Uchinchi savat do'stlar, ketdik. Biz uchun eng muhim Norvegiya. Ha, boyagi Maya Yoshida. Norvegiya fantastik saralash bahslarini o'tkazdi. Ular ham juda kam gol urib, juda ko'p gol, ya'ni juda kam gol o'tkazib, juda ko'p gol urishyapti. Panama yana bitta jamoa. Menimcha Norvegiyani hech kim xohlamasa kerak bu bosqichda to'qnash kelishini. Misr yaqinda g'alaba qozondik Misr ustidan, lekin jahon chempionatida ham baribir bu jamoa qiyin raqiblardan biriga aylanadi. Jazoir talantlar ko'p yetishib chiqadi Jazoirdan. Shotlandiya. Maktominay bor, Shotlandiya. Mana bunday gol bilan chiqdi. Dahshat. Va Paragvay chaqilmas yong'oqlardan biri. Paragvay terma jamoasi. Tunis yana bir Afrika jamoasi. Côte d'Ivoire.
Afrika Osiyo qarama-qarshiligi ham bo'ladi albatta turnirda va mana O'zbekiston milliy terma jamoasi debyutantlar, lekin dunyoni hayron qoldirishga tayyor jamoa. Keyingisi Qatar qiyinchilik bilan play-off orqali chiqib keldi. Saudiya Arabistoni yana bir qit'adoshlarimiz. Janubiy Afrika. O'zi bu savatda Osiyo va Afrika jamoalari ko'proq ekan. Va bitta qit'a vakillari bitta guruhga tusha olishmaydi, shuning uchun L guruhiga ham boshqa, demak, Yevropa jamoalari tusha olmasligini eslatib o'tyapti. Rio Ferdinand va navbat 3-savatga. Qilamiz. Kimdan boshlaydi? Beyzbolchi aniqlab beradi. Janubiy Afrika A guruhiga tushadi. Meksika bilan Janubiy Afrika ishtirokidagi o'yin ochib beradi, demak, jahon chempionatini. Ikkinchisi ular. 11-iyun sanasida bo'lganida shunaqa o'yin. Janubiy Afrikadagi jahon chempionatida ochilish o'yini Janubiy Afrika Meksika bo'lgan edi. O'shanda bizning hakam Ravshan Ermatov ochib bergan uchrashuvni boshqargandi. Qiziq tasodif. Qatar boshlandi do'stlar, boshlandi. B guruhiga ketadi Qatar. Kanada, Shveysariya, Qatar. Normal guruh. Mezbonlardan yana bir ketib qoldi. Qolmadi, hozir mezbonlarga tusha olmaymiz endi. Yo'q, endi tusha olmaymiz, bo'ldi. Xo'p, do'stlar, shu yerda chiqadimi deymanda. Qutuldik lekin 3-guruhdan. 3-guruhdan qutuldik Cdan. Yo'q, tusha olmaydi-ku. Paragvay, Braziliya bor chunki. CONMEBOL, ikkita CONMEBOL. D guruhiga o'tib ketadi, demak. Diga, demak, hali ham bo'sh turibdi C guruhi. O'zi bitta C qoldi. Qolgani bu yog'i. O'lim guruhiga tushmadi. Paragvay. Endi xursand bo'lib turgandik. AQShdagi ochilish o'yinini Amerika Paragvay bilan o'tkazar ekan. Ketdi yana bitta mezbon. Uchalasi ham. Xo'p, mana. Yana bir urinish. Judge va Norvegiyami? Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire, mana bu ham bu endi Cga, yo'q, Marokash bor u yerda. Shu Cni nega ochiq tashlab ketishyapti? Shuni hozircha tasodif deb turaylik. I guruhiga tushdi Cote d'Ivoire, Ekvador va Germaniya. Xursand. Ikkini oxirgidimi deymanda. Ikkita Yevropa jamoasiga ham. Xo'p, mana navbatdagi urinish. Butun O'zbekiston kuzatib boryapti. Tunis ham tushmaydi C guruhiga. F guruhiga boradi. F ga ketar ekan. Niderlandiya, Yaponiya, Tunis. Cdan hamma aylanib o'tyapti. Sharlar tobora kamayapti. 3-savatdagi navbatdagi jamoa nomi Misr. Yana tushmaydi. Yana Afrika. Misr. Marokash bilan. G guruhiga tushadigan bo'lyapti.
G Afrika. Belgiya, Eron va Misr. O'ynamoqchi edi eronliklar Misr bilan, mana endi mazaq o'ynashadi. Finalda ular tutishgandi-ku. Xavfli guruhlar qoldi do'stlar. Qilgan ekanda Eron. Braziliya, Ispaniya, Argentina, Portugaliya, Angliya. Bu yoq kuchli jamoalar, kuchlilar bilan o'ynaymiz. Shotlandiyani ketdi. Shotlandiyani Siga yuboraylik o'lim guruhiga. Hozir bu yerda ham hammasi o'lim guruhi qoldi biz uchun. Lekin mana shotlandiyalik delegatlar ham kulishyapti. Shu guruh bo'lmasin deb turgandi ko'pchilik, to'g'risi. Ya o'zi bu yog'iga oddiy guruh o'zi qolmadi lekin. C guruhi yopildi. Shotlandiya Marokash bilan tashladi. Braziliya ham bilmadim. Ya'ni 4-komanda kim bo'ladi, uni ham top jamoalardan biriga qarshi aniq o'ynar ekanmiz. Bizga kuchli jamoalar qoldi. O'zbekiston albatta bunga tayyor bo'ladi. Saudiya o'sha oxirida chiqamizmi deyman-da. Hayajonlanib. Lekin Saudiyaga qiyin bo'ladi. Urugvay, Ispaniya. Hervé Renard. Ispaniya ketdi hozir. Bizdan qutulib qoldi Ispaniya. Hervé Renardda emotsiya yo'q. Ronaldo, Messi yoki Harry Kane shular bilan o'ynaymiz. Mayli. Mbappe ham bor. Fransiya ham Mbappe. Lekin ketdi. Yo'q, ketmadi. Jiga o'tib ketdi. Argentina ketdi. Messi ketdi. Messi ketdi. Messi ham bizdan qutuldi. Ehtiyot bo'ling. Demak, O'zbekistonga tushishi mumkin bo'lgan 3 ta jamoa qoldi. Fransiya, Angliya, gapiga qarab ketyapti hammasi. Va Portugaliya. Timur aka, siz kimni tanlagandingiz? El guruhini aytdim. El guruhi. Bu yog'iga bir xil guruhlar. Albatta o'zi. Kuchli jamoalar. Va O'zbekiston, Fransiya, Senegal bilan tushyapti. Fransiya, Senegal, O'zbekiston. Mbappe, barcha yulduzlar, biz tayyormiz. O'ynaymiz. Fabio Cannavaro yirik planda namoyish etildi. Debyutantlar Ravshan Ermatov va O'zbekiston delegatsiyasi vakillari. Nega? Nega ay? Biz K guruhiga ketar ekanmiz do'stlar. Portugaliya bilan. Nega? Sababini hozir aytdi. Portugaliya, O'zbekiston, Kolumbiya. Ronaldo bilan o'ynar ekanmiz. Chunki to'g'ri, Naryoda bor-ku, Panama qit'adoshlar Panama tushib qolishi mumkin ekan. To'g'ri. Do'stlar, mana endi boshqatdan e'lon qilamiz. O'zbekiston terma jamoasi K guruhidan joy oldi va bu guruhda Portugaliya hamda Kolumbiya terma jamoalari bilan o'ynaymiz. Yaxshi guruh. Ronaldoga qarshi o'ynaymiz. Abduqodir va boshqa himoyachilar menimcha bunga tayyor. Angliya, Xorvatiya, Panama bilan o'ynaydi. Demak, Norvegiya, Fransiya bilan tushadi. Mbappe va Holland. Dahshat o'yin bo'ladi. Holland, Mbappe qarama-qarshiligi Fransiya. Endi to'g'risi ay bilan keyini bir-biri bilan unaqa farqi yo'q. Fransiya Senegalmidi, Portugaliya Kolumbiyami? Kim kuchli? Fransiyami, Portugaliyami? Endi hozir oxirgi natijalardan kelib chiqsak, Fransiya bo'lib chiqadi. Ya'ni aytmoqchisiz, osonroq raqib tushdi demoqchisizda. Lekin Kolumbiya Senegaldan og'irroqda. Shunisi ham bor. Yaya Touremi bu ham baland. Zo'rg'a sig'di ekranga. Do'stlar, bir necha sekund ichida biz Fransiyadan Portugaliyaga safar qildik. A guruhidan K guruhiga. Lekin yaxshi, mana Jahon chempionatida mana shunday guruhda o'ynash kerak-da, jang qilib eng zo'rlar bilan.
Cote d'Ivoire haqida o'z fikrlarini bildirib o'tyapti. Yaya Toure kayfiyatidan ko'rishimiz mumkin, baribir Germaniyaga qarshi o'yin og'ir bo'ladi. Raqobatchi jamoalarda birga o'ynagansiz, bir-biringizga qarshi. Demak, yana 12 ta jamoa qolyapti, qadrli do'stlar, va 4-savat. Bu yerda yana 3 ta debyutant ham bor. Iordaniya mana ulardan biri. Darvoqe, yana bir muhim ma'lumot. Bizning guruh Meksikada o'ynardi. Hozir bizga ma'lum qilishlaricha, biz Meksikada o'ynash ehtimolimiz katta. Bu yaxshi yoki uncha emas, buni endi har bir tomoshabin o'zi hal qiladi. Curaçao Dik Advokat boshchiligida debyutant Gaiti. Yangi Zelandiya. Endi guruhdan chiqishimiz uchun mana shu Curaçaoga o'xshagan jamoalar tushsa yaxshi bo'lardi. Nisbatan imkoniyatimiz yuqoriroq bo'lardi. Va bu yo'g'iga demak, qit'alararo play-off g'oliblari. Bu yerda 3 ta jamoa raqobat olib boryapti. Iroq, Surinam bor va yana bir jamoa keyinroq albatta aytib o'tamiz. Yevropa qit'asidan ham 4 ta yana yo'llanma sohibi. Bu yerda ham ancha kuchli jamoalar chiqishi ehtimoli bor, chunki Italiya, Turkiya shu yerda. Iloji bo'lsa o'sha bor jamoalar bizga tushgani yaxshi. Hozir saralashdan o'tib bo'lgan jamoalar tushgani yaxshi, chunki play-offda haqiqatdan ham juda yorqin jamoalar bor. Va boya aytib o'tganimdek, O'zbekistonning guruhi Meksikada o'ynaydi. Katta ehtimol bilan birinchi uchrashuvni Kolumbiyaga qarshi Mexikodagi Azteca stadionida o'tkazamiz. Katta ehtimol bilan. Lekin bunga FIFA yana oydinlik kiritadi. Hozircha mana shunday taxmin. Chinor ham, chunki Portugaliya ikkinchi o'rinni egallagan jamoa bilan ochilish o'yinini o'tkazadi. Birinchi o'yinimizni Kolumbiya bilan o'tkazamiz. Va boshlandi 4-savatdagi jamoalar. Mana. O'sha 4 ta jamoa saralashdagi Daniya, Shimoliy Makedoniya, Chexiya va Irlandiya Respublikasi. Bu yerda albatta Daniyaning imkoniyati ancha yuqori. Yaxshi jamoa bor. Shakllangan va A guruhidan joy olyapti Daniya. Nisbatan Daniya uchun qulayroq, agar chiqib olsa, bu guruhdan play-offga chiqish imkoniyati yuqoriroq bo'ladi. Yevropadagi saralashdan ko'ra guruhdagi saralashdan o'tishi nisbatan osonroq bo'ladi. Yana shunday jamoalar: Italiya, Shimoliy Irlandiya, Wales va Bosniya hamda Gersegovina. Bu yaxshi bo'ldi. Italiya agar chiqib olsa, ancha qulay guruhga tushar ekan. Ochilish o'yini Kanadaning mana shu Yevropa saralashidagi jamoaga qarshi bo'ladi. Gaiti.
O'sha kichik mamlakatlar va birinchi marta chiqqan mamlakatlardan Gaiti C guruhiga ketdi. Braziliya, Marokash, Shotlandiya qatoriga. Qiyin bo'ladi Gaitiga. Juda ham. Yes, once again we have factors here, guys. So I'm going to put them into Group A where they go forward in position 3. So we've skipped a few groups there due to the multiple teams. Fransiya, Senegal, Norvegiya va play-off g'olibi. Saralashdan chiqqan jamoa o'lim guruhiga to'g'ridan-to'g'ri tushar ekan. Bir tomondan biz bu guruhda o'ynamaganimiz yaxshi bo'pti. Cabo Verde. Xo'p, ular D guruhiga borsa kerak. Afrika yo'q ekan D guruhida. Bitta qolib ketgan. Yo'q, HK ekan. Ispaniya, Saudiya Arabistoni, Urugvay, Cabo Verde. Xo'p, bizni qiziqtirayotgani K, lekin ungacha hozircha D, F, G guruhlari bor. Turkiya, Ruminiya, Slovakiya, Kosovo. Bu ham kuchli play-off. D ga tushar ekan demak. Yo'q. Tushadi lekin. Yevropa Ular bundan keyingilarining ham ehtimolini olishyapti-da, keyingilarining. Chunki O'zbekistonda shunaqa bo'ldi-yu, keyin tushib qolish ehtimolini oldini olishdi. D guruh ham to'ldi. Va ancha jamoalarning darajasi bir-biriga yaqin bo'ladi bu yerda. Bu qadar oson bo'lmaydi Amerikaga ham. Ukraina, Shvetsiya, Polsha, Albaniya. Bu ham kuchli play-off. Hozir F ga tusha oladi, menimcha. F ga ketaversin. Chunki juda kuchli. Ukraina ham tarkibi dahshat, Shvetsiya ham, Polsha, Lewandowski. F ga ketdi. F ham ancha. Endi Niderlandiya favorit bo'lsa kerak, lekin qolgan 3 ta jamoa qattiq kurashadi. Yaqinlashyapmiz o'zimizning guruhga ham sekin-sekin. Iordaniya G ga tusha olmaydi. Argentina. J ga tushar ekan shunda. G ga. J ga tushadi. G ga tusha olmaydi, J ga tushar ekan. Ferdinand uddalayapti lekin. Repetitsiya ketgan. Xo'p, hozir G dan keyingi bizning guruh turibdi. Agar yana o'sha qit'alararo saralashda o'ynaydigan jamoa. Va bu bizning guruhga tushsa kerak. Afrika
Yo'q, yo'q. Bizga tushmaydimi? Chunki G ga tusha olmaydi. Ha, to'g'ri, Kga. Chunki bu yerda to'g'ri, bizga tushdi. Misr bor ekan, to'g'ri. Misr borligini hisobiga Bizga bizga tushdi. Noma'lum jamoa demak. Ha, mana to'liq guruhimiz shakllandi. To'liq guruhimiz shakllandi. Gana demak L ga tushishi aniq, Yangi Zelandiya esa G ga tushadi shunda, chunki boshqachasiga ular bitta qit'a vakillarini tusha olmaydi guruhdan, joy ola olmaydi. Gana L ga ketdi. Chunki Misr bor G da. Qora yulduzlar. O'lim guruhi ko'proq bizning guruh bo'lib qoldi o'zi. L guruhi deb turgandik. Endi Kolumbiya 3-o'rinni olgan edi saralashda. Baribir xavfli jamoa. Xavfli. Diaslari bor. Luis Diaz. Asosan bizda o'ng qanotda Hoji Akbar Alijonovga bosim bo'lar ekan. Ronaldo, Luis Diaz. So'nggi jamoa Yangi Zelandiya G guruhidan joy olyapti. Belgiya, Misr, Eron, Yangi Zelandiya raqobatiga guvoh bo'lamiz bu guruhda. Gretskiga ham albatta rahmat aytamiz. Yana bitta intervyu. Asamoah Gyan. Jahon chempionati qahramonlaridan biri. Endi mart oyida bilib olamiz 4-raqibimizni. Gananing guruhi hozir juda og'ir guruh tushganligini aytib o'tyapti. Ikkita Yevropa qit'asi vakiliga qarshi o'ynaydi. Yana bitta eslatib o'tay. Kongo, Yamayka, Yangi Kaledoniya. Yangi Kaledoniya chiqsin. Yamayka bilan Kongoni yutib chiqadi. Farqi yo'q. Keyin bizga yutqazadi. Endi Yamayka ham 98-yillar adashmasam o'ynagan edi. Timur aka, fikrlaringiz? Menimcha yaxshi guruh chiqdi. Kurashadigan, chiqadigan guruh. Chunki boshqa guruhlarga qaraganda, agar Fransiyaga tushganda, o'sha Senegal ham afrikansk komanda juda kuchli qiladi. Norvegiya. Portugaliya guruhga tushgani yaxshi bo'ldi. Qolaversa, birinchi o'yinni biz Kolumbiyaga qarshi o'tkazamiz. Bu esa, ya'ni o'zimizga kuch jihatdan yaqin bo'lgan jamoa bilan boshlashimizni anglatadi. O'lim guruhini ham aniqlash qiyin bo'ldi. Ko'proq A guruhi menga shunday tuyulyapti. Baribir bu yerda 3 ta o'sha Senegal, Fransiya, Norvegiya nisbatan sal og'irroq guruh bo'ladiganga o'xshamoqda. Va katta ehtimol bilan birinchi Kolumbiyadan o'tib olsak, ikkinchi turda Portugaliya bilan o'ynar ekanmiz. Ikkinchi turda. Uchinchi tur yaxshi edi, Temur aka. Uchinchi turda. Uchinchi tur albatta yaxshi edi. Endi hozir saralashdan kim keladi u ham qiziq. Endi bu yog'iga o'zi menimcha har bir uchrashuvga tayyorgarlik ko'rish kerak. Endi Ronaldo deymiz. Endi Ronaldo ham eski Ronaldo basi nima bo'lganda. 23-iyunda Portugaliyaga qarshi. Ikkinchi turda.
3-turda o'sha va hammasi Meksikada. Demak, do'stlar, Meksikaga borishga tayyorgarlik ko'ramiz. birinchi o'yinlar Meksikada, keyingilari hali stadionlar noma'lum. Ikkita stadion nomi aytilgan. U yoki bu stadion, ya'ni Hard Rockda ham bo'lib qolishi mumkin o'yinlar. Mayamida. Demak, hali aniq emas, balki Meksikadan AQShga yo'l olinishi ham mumkin. Chunki mana hozir Mercedes-Benz 3-turni Mercedes-Benz stadionida yoki Miami Gardensda yoki Hard Rock stadionida o'tkazamiz. Bu AQShdagi stadionlar. Qisqasi, qur'a tashlash marosimi o'z yakuniga yetdi, qadrli do'stlar. 3-turni Amerika Qo'shma Shtatlarida o'tkazamiz. Bu aniq. 3-turda Amerikada o'ynashimiz aniq. Ana shunday jarayonni